Sizga ota-onalar, mana hammanglar bola, mana bolanglar hammanglarni o'tkazib qo'yaman. Ozgina dam o'tiryapmiz, 5 minut dam dedim. Bolalaringlarga bir xil videoda ko'ryapti. Qo'ling ko'targan. Qo'lingda nima bor? Qo'ling ko'tar. Tapchkalari bor, lastiklar. Bu lastiklarni bolalarga berdim, har bittasiga men suzdiryapman. Bunisida bor. Bunga berdim. Bu qizimizga olib berasizlar, ota-onasi olib beradi, bu bolamizga oyisi olib berasizlar. Mana bunga olib berish kerak, bunga olib berish kerak. Olib berish kerak. O'sha berdim. Bunga berdim. O'sha bu ham lastik suzyapti. Bu qizimiz ham lastik bilan suzyapti. Mana yaxshi qilyapti, bu молодец, вообще zo'r qilyapti. Yig'layotgani ham yo'q, zo'r qilyapti. Lastiklar bizda razmerlar bo'yicha beriladi. Lastiklarimiz bor. Ertaga bir og'iz, bir minutga. Mana lastiklar, mana paketga, upakovkada bo'ladi. Bu narsalar kafolatlangan bo'ladi. Bu narsa sotish emas, bolalarni suzdirishga o'rgatish uchun olib kelmoqchilar. Qidir yurmanglar, bular razmerli bo'ladi. Har bitta lastik oyoqdan tushib qolsa, hozir mana qasinisi taqdik. Qasinisi oyoqdan tushib qoldi. Buni oyoqdan tushib qoldi-da. Hozir undan ham kichkinasini olib keldik. Bu narsani bozordan olsanglar, razmeri to'g'ri kelmasa, yana sarson bo'lib yurasizlar. Narxini ham so'rashtirib qo'yinglar. Bizda lastiklar 150 ming so'mdan kafolatlangan narsa, garantiyalar pechada men urib firma. Xullas, lastikni hozir taqtiramiz-da bolalarni yana dashi davom etamiz trenirovkani sudirgani. Shu.